Ustoz, haj kimlarga farz? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haj islomni 5 ta katta arkonlaridan biri hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va lillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Odamlarning zimmasida Alloh uchun yo'lga qodir bo'lganlar Alloh uchun baytni haj qilishlari farzdir, zimmalarda burchdir deydi. Bu oyat karima va boshqa hadis shariflardan xulosalar chiqarib, hukmlar olgan ulamolarimiz buni ta'riflab beradilarki, yo'lga qodir kishi kim o'zi? Deganda, birinchidan bir musulmon kishi u mukallaf bo'lish kerak, ya'ni balog'atga yetgan, aqli raso, sog'lom bo'lish kerak, ko'zi ko'radigan bo'lish kerak. Va shu bilan birga uni zodi rohilasi bo'lish kerak. O'zini hojati asliyalardan, uy joyi, kiyim-kechagi, mehnat qurollaridan ortgan zodi rohilasi, ya'ni o'zini yeydigan, yo'lga borib kelishga yetadigan mablag'i, yeydigan taomi va ulovi bo'lish kerak. Va buni ustiga yana borib kelishiga kelgunicha yetadigan oilasiga tashab ketgan nafaqasi ham bo'lish kerak. Agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, unga eri yoki biror mahrami hamroh qilishi ham shart bo'ladi va haj bu umrda bir marta tezlik bilan farz bo'ladi. Hozir kunimizdagi hojilarimiz holatiga solishtiradigan bo'lsak, demak sog'lom, aqli raso, balog'atga yetgan inson, ko'zi ko'radigan inson, uni shunchalik mablag' yig'ildiki, o'sha hajga to'laydigan darajada. Hozir bizdagi hajda mablag'ini to'lasa, uning ichida ulovi ham bor, samolyot pullari bor, yeb ichishi, mehmonxona, hamma narsa ichida. Demak, o'sha hajda to'lovini to'lasa, odamning zodi rohilasi bor deb hisoblanadi. O'shani to'lagandan keyin oilasiga ham, ya'ni bir oylik nafaqani taxlab bergan bo'lsa u odam, demak, u odamga shu yo'lni omonligi ham kerak. Yo'lda omonligi deganda mana shu davlat tomonidan shuni yo'lni xotirjamligi ta'minlangan, borib kelish hamma masala hal qilingan, hech qanday xavf-xatar yo'q. Mana shu holatda farz bo'ladi. Umrida inson, musulmon odam bir marta haj qilsa, o'sha uni zimmasidan farz ado bo'ladi. Tezlik bilan degani, misol uchun mana navbatga yozilgan, navbati keldi, hamma shart-sharoitlar to'g'ri keldi. O'sha payt unga endi kechiktirish durust bo'lmaydi. O'sha yili u borishi farz bo'lib qoladi zimmasiga. Yana bitta masala bor. Hozir biz shartlarda, demak, haj hammaga farz bo'lmaydi, ba'zi bir kishilarga farz bo'ladi dedik. Endi mana shu farz bo'lmagan kishilar borib qolsa nima bo'ladi? Misol uchun bir odam deylik sog'lom emas yoki ko'zi ko'rmaydi, ko'zi ojiz kishi borib qoldi. Bularni yoki o'sha zodi rohilasi, ya'ni o'sha mablag'i juda ham yetmaydi, kimdir unga mablag' berib turdi. O'shanday odamlar borib qolsa ham uni haj bo'laveradi. Ya'ni bu tushunib olishimiz kerakki, bunday odamlar ham, ya'ni shartlar topilmasa ham borib qolsa, haj qilsa haj bo'ladi, lekin umuman olganda kimga farz bo'ladi deb savol qo'yilsa, mana shu yuqorida aytganimiz aqli raso, balog'atga yetgan, sog'lom, ko'zi ko'radigan, o'ziga ham, oilasini ham borib kelguncha ta'minlay oladigan mablag' bo'lgan, yo'l tinch bo'lgan holatda farz bo'ladi. Ya'ni bunday odamlar zimmasiga farz bo'lib tushadi, qilmasa gunohkor bo'ladi, qilsa juda katta savob bo'ladi. Boshqa odamlarga esa mana shu shartlar topilmasa, ularga zimmasiga farz bo'lib tushmaydi. Ertaga qiyomat kunida ham ularga nimaga haj qilmading deb ularni savoliga tutilmaydi. Chunki ular o'sha yo'lga qodir bo'lmaganlar toifasidan hisoblanadi. Biz sanagan odamlar esa o'sha oyat karimada aytilgan yo'lga qodir bo'lgan kishilardir. Bularni zimmasiga haj farz qilsalar juda ham katta savobga ega bo'ladilar. Allohu a'lam bis-savab.